Hareketlilik ballar oyunları. Kullanılan ballar hareketlik oyunları. Sürgücü Tursun Kadir. Uyuz oyunu. Oyunun maksatı balalarını bir neticeden bulup, bu oyun balalar oyunu yeteklaydigan bala başka balalarga bir-birlerinin arkasını turuşunu eğitidi. Önde bolaman dep o'zi balalarning arkasini berib turdi. Oldiga berib turdi. Qarag'uz pishtek chaladi-da, dastlab asta harakatni "Üt" deb ovoz chiqardi. Bala onun keyninden qadamlarini silkib yugurishga boshlaydi. Keyin boshlang'ich bala qarag'uz qadamini asta-asta to'xtaydi, turadi. Qolganlari yonida turib tomosha qiladi. O'yin takrorlangan sari balalarning soni 12dan 10 bo'lish beradi. Biridan uzilib qolmaslik uchun parovoz o'z vazifasini o'taguvchi bola bak tez yugurib ketmaslik kerak. Ikkinchi, ilg'olgan bo'ladi. Chaqqon harakatlanishga odatlanadi. Bolalar aeroplanda o'tirgan ishchilardek harakat qiladi. Tayyorlaninglar degandan keyin yig'ishni ko'p aylantiradi, yuguradi. Qo'ninglar degan buyruqlar to'xtab yerga qo'nadi. Bolalar bir tizini yerga qo'yib bo'ldi. O'yin 5-6 qatam takrorlangan bo'ladi. Buning uchun 3-4 guruhga bo'linadi. Qo'ninglar degan buyruq bilan teng o'yin mas'uli qaysi guruhda aeroplanlar tunji bo'lib to'liq ham o'lchamda to'plangan bo'lsa, shu o'nib chiqqan bo'ladi. O'yin o'ttiq qiyin kelishi mumkin. Shar o'yini. O'yinda bolalar harakat qilishga odatlantiriladi. Bolalar o'yin riyosatchisi bilan birga qo'l shar, chaqqal, yeralmay o'ng'ay. Shuningdan keyin bolalar bir-birlarining qo'llarini qo'yib bermasdan orqaga yoq deydi. Bu o'yinda yana shar yerilib ketdi degandan keyin bolalarga qo'llarini qo'yib bermasdan doiraning markaziga yeni chiqib ketadi. Keyin yana shar o'yinga dastlabda 6dan 8gacha, keyincha 15-16 bola qatnashadi. Bu o'yinda so'zlarni oldirmasdan aniq aytish, bolalar o'yin bog'ichisi bir necha qadam uzunlikda yonma-yon ikkisi ustida yoki orasini 20-21 santimetr qilib 3-4 metrlik bolalar o'rmonga uzun bilan ehtiyot qilib boradi. Ya'ni bir-birlarining orqasiga keladi. Beshi bolalarning silqin dastlab solmaslik ular bilan oxirigacha birga bo'ladi. Kim asta o'yinni jamlashga aytilgan bo'lib ko'rsatdi. Bolalar putlarini tiklab ko'taradi va putining uchi bilan mumkin qadar otadi. Keyin o'yin riyosatchisi bildirmasdan chetga chiqib oladi-da, "Endi hammanglar mening oldimga kerakligini yaxshi bajarganlarga muallashtirdi." Tutquchida menish tapon oshiqlarni mustahkamlaydi. Shu sababli u bolaning jismoniy sog'lomligi uchun intayin foydali mashq hisoblanadi. Bolalar bu mashqni uzoq vaqt ishlamaslik kerak. O'yin 3-4 qatim shu orqali chaqqonlik yetiriladi. Zalning o'rtaqiga ikki tayoq yonma-yon qo'yiladi. Zalning bir tarafida bolalar turdi. Ikkinchi tarafdagi uni beshidan yuqori ko'tarib latiladi. Keyin bayroqni yana ustiga qo'yib, chetga chiqib o'rniga keladi. Shundan keyin agar bu mashq bir necha qatam takrorlangandan keyin bolalarga bek osonda tuyulsa va ular bu mashqni bir oz murakkab yoki bir necha chambarni tashlab qo'yib, shularning ustidan atlab o'tish degandek. Qarlag'ach va asalarilar o'yini. Bu o'yinga qolgan bolalar maydonni bo'ylab yugurgach yaxshi aytadi. Biz darisi maktab beg'imiz gullarga qo'nib asal yig'imiz. Bu chog'da qarlag'ach asallarni tutadi. Andin o'rnidan turib asallarni atma tayoq o'yini. Maydonda bir yer siladi. Aylanmaning ichiga 50 santimetrlik tayoq qo'yiladi. Yumaloq beshi qilib tayinlandi. Bir bola yumaloq o'ttirishga tayoqni yiroq otadi. Yumaloq beshi etilgan to'pga qarab yugurdi. Bu oraliqda boshqa bolalar bo'ladi. Eliq bola ismini chaqirdi. Hal tayoq yana yugurdi. Ondan ismi aytilgan bola yugurdi. Agar ilim burun yetib kelsa, tayoqni yana elib pichib yiroq otadi va yana bo'ladi. Agar yumaloq beshi burun yetib kelsa, yugurib keladigan bola yumaloq beshi bo'ladi. Hamma bolalar tepilib bo'lgandan keyin o'yin yana qaytadan boshlandi. O'yin qoidalari: tayoq ilib kelib yumaloqning o'tirishga qo'yilmoqcha yukingan bolalarni izlashga bo'lmaydi. Ismi chaqirgan bola shu amalda chiqishi kerak. Chiqib olmay turilishga yoki ko'zbo'yamachilik qilishga bo'lmaydi. Tayoq aylan o'yinni so'zlab, uning markaziga o'ttirhal tayoq
Sol qo'lini sol qo'li bilan o'ng qo'lning qo'ltig'iga vermay shart asosida soat o'xshash aylanadi. Bu o'yin bolalardan chaqqonlik, kuchlik va iroda talab qiladi. Bu ovlash o'yini. O'yinga bo'lsin bo'laveradi. Shular bir siziq yanada qator turadi. Siziqni taxminan bo'ladi. Bolalar kuchi sirtmoq qilingan arqonni shoxlarga tashlab, ularni bir bolaga 5 qatim arqon tashlash navbati beriladi. Shu navbatida eng ko'p o'q tutgan bola son hisoblanib chiqib bo'lmaydi. Hayvonlar shohi o'yini. O'yinga qatnashib bir bola ularning saylandi. Har bir hayvon hech kim anglamaydigan ovozda o'z nomini podshoh qilib aytadi. Masalan, sher, tulki, bo'ri, toshqonlar bir siziqqa tizilib turdi. Ulardan bir necha qadam nerida podshoh to'pqa dastlab turdi. Podshoh bir hayvonning nomini chaqirdi va siziq bo'ylab yugurdi. Bo'lsa uning qarab to'pni takkizishga harakat qildi. Agar to'p uni tegsa, yenib kelib podshohni va keyingi qatimlarda tegmagan to'p kelib keladi. Podshoh bir vaqtda bir necha hayvonning nomini aytib atganda ularga to'pni tepib takkizsa bo'ladi. O'yin qoidalari. To'pni bir qattiq tepish bo'lmaydi. Podshoh 3-4 hayvonni tutgandan keyin podshoh saylandi. To'p qaytarish o'yini. Maydonga qarama-qarshi ikki siziq chiziladi. Uning oraliqi 5-10 metrgacha bo'ladi. Orqama-orqadan to'pni kuch bilan tepadi. Raqiblar bo'lsa to'pni o'zlarining siziqidan sirtqa chiqib ketmaslik uchun to'pni qaytarib tepadi. Agar to'p siziqqa yetib bormasa, ular uni qo'llari bilan yetkazib bersa bo'ladi. O'yin sho'yasida to'p toki siziqdan chiqib ketishi davom qiladi. To'pni tepolmay siziqdan oqib ketishiga sabab bo'lgan bolaga jazo belgilanadi. O'yindan chiqarib o'tiladi. Oxirida odamlar eng ko'p qolgan ko'rib yengan bo'ladi. O'yin qoidalari. To'pni tepmoqchi bo'lgan bola siziqdan bir qadam sirtqa chiqib turishi kerak. Agar to'p bek osti tepilsa va raqib taraf yetib bormasa, aşı bola jazo beriladi. Yana boshqa yoqqa tepilsa, o'xshash jazolanadi. Doira chiziladi. Bu doiraning ichida bir mergan turadi. U qo'lida to'pni tutib turdi. Boshqa bolalar bir siziqdan ikkisi o'tishga boshladi. Mergan deb tekkizishga harakat qiladi. To'p bola agar mergan atgan to'pni yugurayotgan bola qo'lga bo'lsa, bu hisob bo'lmaydi. Keyingi o'r o'yini. O'qchilar yumaloqning tashqarisida biriga ro'b 5ning 1, 2, 3 degan komandasi bilan tang o'qchilar kiyiklar qolgan to'p tegsa, shu tutilgan bo'ladi. Qoidalari. O'yinni cho'qim podshohlar tarafga beliqlar va lahang bo'lib tanlandi. Beliqlar hisoblandi. O'yin uchun chiqlandi. Yana bir uchi lahang roli tarafdorlarini aylanishga boshlaydi. Esa ashu beliq tutiladi. O'yin qoidalari. Chiqar o'yini. Ko'p bola qatnashishi bo'ladi. Aylanma shaklda oraliqi 50 santimetrlik kichik va bolalar shu chambar ichida o'tiradi. Bola kimnidir chambar bir oyog'i bo'lsa-mu, yumaloqdan chiqib o'yindan yerga deyib kuchli kerak. Bir putlab turgan bola pat butun almashtirib turishi bo'laveradi. O'rmonchining uyi vazifasini qilinib turdi. O'rmonsiz kvadrat ichiga qo'yiladi. O'rmonchi bo'lsa ularni so'yishga qo'l bilan tegishga harakat qildi. Bolani kvadratdan ilib chiqqan o'yin qoidasi. O'rmonchining uyiga kirishga bo'lmaydi. Tutib qolgan oqqushlar o'yindan chekinadi. O'rmonchining o'rmonlikdan tashqariga chiqib ketishiga bo'lmaydi. Undan tashqari bir-biri bilan bo'lgan oraliqi eng oz bo'lganda chiqib chiqarish kerak. Eng yendikiga berdi. Ana shu chambarni bo'ylab o'zgartiradi. Asosda to'p tizligi eshib boradi. O'yin qoidalari to'pni qo'ldan chiqarib qo'ygan yoki noto'g'ri bergan bola o'yindan chekindiriladi. Shu holatda o'ynab eng oxirgi joyida o'ynagan bola tutgan hisoblanadi.